Qashqadaryodan emasligimga ba'zida faxrlanib ketaman. Harfli bosib yotibdi viloyatdan kelib. Bunday gaplar bilan butun boshli voha aholisini kamsituvchi ishora paydo bo'lishligi mumkin. Ammo tarixiy haqiqat boshqacha. Mazkur hudud tarixiy jasorat va qudrat manbai hisoblanadi. Toshkentni yoritayotgan chiroq, Samarqandni isitayotgan olov, vodiyda pishadigan har bir non mazkur hududning nafasidan. Chunki O'zbekiston gazining qariyb yarmi voha hududdan qazib olinadi. Qashqadaryo faqat o'zini emas, butun O'zbekistonni yoritayotgan yurakdir. Buni his qilmaydiganlar ham uning nuri bilan yashaydi. Bu zamin dunyoni zabt etgan makedoniyalik Aleksandrga qarshi kurashgan tariximizdagi birinchi erkinlik qahramoni Spitamin tug'ilib o'sgan yurt. Buyuk alloma Amir Temur tug'ilgan zamin. U nafaqat o'z xalqining, balki butun turkiy davlatlar va Rossiya tarixining shakllanishida kuchli iz qoldirdi. Shu yerdan boshlanib, jasorat va qudrat butun mintaqaga yoyildi. Bu Qashqadaryo tarix yaratgan va yaratishda davom etadigan yurtdir. Nasaf markaziy stadioni Qashqadaryo viloyatining eng yirik va zamonaviy futbol maydoni bo'lib, 21 ming tomoshabinni sig'dira oladi. Har bir g'alaba ushbu maydonda Qashqadaryoning kuchini butun O'zbekistonga his ettiradi. Nasaf futbol klubi O'zbekiston Superligasining amaldagi chempioni. Kubok hamda Super Kubogining 4 karra sohibi. Qashqadaryo tarix yaratgan, bugun energiya bilan